Assalomu alaykum Cherry Adaymaster obunachilari. Bugun sizlarning ko'z oldingizda Cherry 7 Pro'miz restyling varianti bo'ladi. Oldi farasi ko'rayotganingiz LED optika bo'ladi va polni oldi kuzovlari polni o'zgargan. Yangicha restyling xohlaganlar uchun 7 Pro'mizni taqdim qilamiz. Endi ichki qismiga o'tamiz. Mashinamizni ichki qismiga keladigan bo'lsak, ichki qismi polni ko'rayotganingiz restyling bo'lgan mashinamiz. Splashli monitor, o'ziniki 360 kameralariga polni chiqadi. Mashinani yoqqan paytimiz polni krugovoy obzor qilsanglar bo'ladi. Polni krugovoy obzor qilsanglar bo'ladi. 3D qilib, xohlaydi 540 qilib polni ko'rsatadi. Obzorlarni. Oldi va orqa qismida patroniklar qo'yilgan santimetrgacha ko'rsatadi mashinada. Rulga keladigan bo'lsak, ruli sportivniy taxlangan, multimedialik bo'ladi. Bu yoq multimediani bemalol boshqarib bilasizlar. Bu tarafida cruise control va adaptiv cruise control qo'yilgan. Eng qiziq taraflardan biri mashinamizning bar qismi. Xrustalniy qilib ishlangan skorozdurchaklari ham bir boshqacha tuyuladi. Mashinamiz 3 xil rejimda harakatlanadi. Buragan paytimiz Eco, normal, sport rejimlari. Xohlagan bitta rejimni tanlaysizda maza qilib haydaysiz. 5 kishilik crossover 7 Pro restyling bo'lgan varianti. Juda zo'r. Konditsioner deysizmi, 9 klimat kontrol deysizmi, hammasi bor. Shofer xohlasa o'ziga moslab gradus belgilaydi. Yo'lovchi o'ziga moslab gradusni belgilasa bo'ladi bemalol. Keyin maza qilib konditsionerni ishlatib ketasizlar. Va plus taraflardan bittasi panorama lyuk. Panorama lyuk bo'ladi mashinamizda. Polni splashni ketgan orqagacha. Mashinaning pasvetkalari ham bo'ladi o'zini, yoqqan payti ko'rsatiladi polni. Pasvetkalar polni o'ziniga yonadi. Endi yoqqan payti uni nastroyka qilishimiz kerak. Bu yoqdan bemalol boshqarib nastroyka qilsanglar bo'ladi mashinani. O'zini nastroykalari bor mashinaning polni, yorug'liklari, mashina ichki qismlari polni audioga boshqalariga moslashib ketaveradi o'zi. Bluetooth, ya'ni CarPlay polni besprovodnoy ulanadi mashinaning o'ziga. Display rejimlarini o'zgartirsangiz bo'ladi va o'zini aytganimdek speedometrda polni temasini o'zgartirib, xohlasangiz kartani chiqarib qo'ysangiz ham bo'ladi, karta ham chiqadi. Xohlasangiz boshqa muzika deysizmi, mashina deysizmi, hammasini ko'rsatadi. Mashinamizni rasxodiga keladigan bo'lsak, mashinamiz 7 dan 7,5 tagacha rasxod qiladi shahar ichida. Shahardan tashqari holatgacha maksimum borsa 7 tagacha ichadi mashina. 1,5 turbina 147 ta ot kuchi bilan jihozlangan. O'ziga mos juda chiroyli mashina bo'lib chiqqan mashinamiz, ya'ni polni restyling. Kojaga keladigan bo'lsak ham, torpeda usti ham koja, sidinyalar ham polni koja qilingan, bu yerlari ham koja qilingan, juda mos o'ziga yarashgan desam bo'ladi. Hozir endi orqa qatorlarini ham ko'ramiz polni va krugovoy obzor qilamiz. Ketdik. Eshik qismiga keladigan bo'lsak, kolonka va pishilkalari qo'yilgan. Undan tashqari 3 ta odamga moslab sidinga pamyat qo'ysangiz bo'ladi. Sidinyalar polni elektropaket o'ziniki. Elektropaket sidinga bo'ladi. Kojalik, kojaskasi chihol ishlimi shart emas. Abagrev bor sidinyada polni 4 tasida ham abagrev bo'ladi o'zida. Aytganimdek 9 klimat kontrol va orqa qismiga keladigan bo'lsak, orqa qismi ham juda keng ishlangan. Orqasi ham xuddi shunday karbonoviy ketgan bu yoqlari va pishilka kolonkalari bor. Orqa tarafi ham o'zi uchun abagrev knopkalari va deflektorlari bor. Orqasi ham kengina. Panorama lyukiga keladigan bo'lsak, u ham splashniy do konca ochiladi. Va undan tashqari orqa bagajiga keladigan bo'lsak, juda keng ishlangan va aytganimdek polni restyling bo'lgan 7miz. Restyling varianti, yangicha model, yangicha hayot deganday. Knopka bilan ochiladi. Polni knopka bilan ochilib, o'zini shtorkalari bor. Zavod tomonidan o'zi chiqadi shtorkalari. Xohlayman buni ustiga yuk qo'ysangiz ham bo'ladi, bemalol 7 kilogacha hamma narsangizni ko'taradi. Aslida tuxum sinadigan narsalarni qo'ysanglar bo'ladi. Buni olib tashlasak, bagaj qismi. Bagaj qismi ham juda keng va buni tagida zapaskasi bo'ladi o'zini. Zapaskasi bilan domkrati. Xo'sh, bundan tashqari mashinamizda detskiy rejimlari bor bolalarimiz uchun va 4 ta oyna, panorama va bagajda detskiy rejimi bo'ladi. Ya'ni sirasi tegadida orqaga obratni beradi. Mashinamizning tan narxiga qiziqayotgan bo'lsangiz, mashinamizning tan narxi 345 milliondan boshlanadi to 365 milliongacha. Bu mashinamizda ADAS sistemasi o'rnatilgan. ADAS sistemaga nimalar kiradi desanglar, 360 kamera, polni xavfsizlik yostiqchalari polni kiradi.
va adaptiv kruz kontroli o'zi, slipoy zona va qolgan oldi orqa partroniklari kiradi mashinamizga. Endi buni oldiga boramiz, oldida videomizni yakunlaymiz. Mashinamizga keladigan bo'lsak, boya aytib o'tganimdek, tan narxi 345 million so'mdan boshlanadi. 5 yilgacha o'z pulini bo'lib to'lasanglar ham bo'ladi yoki xohlasangiz nomerlarni ichida qilib, zavod tomonidan beriladigan muddatli to'lovga ham olsanglar bo'ladi. Zavod tomonidan berilgan muddatli to'lov ichida nomerlari, sug'urta, hamma narsasi ichida bo'ladi. Eng minimal boshlang'ich to'lov bilan kelasizlar. Nomerlar bilan birga qilib, chiroyli qilib chiqib ketadi. Agar sizlarga batafsil ma'lumot kerak bo'lsa, agar qiziqtira olgan bo'lsam shu mashinaga, kommentariyada o'z nomerlaringizni qoldiring. Kol markazimiz siz bilan albatta bog'lanishadi. Manzilga keladigan bo'lsak, bizning manzilimiz Buxoro shahar, Sitora moshin bozorining to'g'risidagi Cherry Adaymasterda bo'ladi. Ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.